mayli, bugun sizlarga mana bu serverga kirishni o'rgataman. Mayli, sizlarga aytgandim описаниеda debman. Ananda kommentariyada borligini sizlarga ko'rsataman deb aytdim. U kommentariyada ham yozib qoldirgan edim. Bu Minecraft qanday qilib bu serverga kirishni aytaman. Birinchi sizga qaysi Minecraft kerakligini aytaman. Sizga Craft World yoki boshqacha Minecraftlar kerak. Shunga kirasiz. Men mayli o'chirib turaman buni. Mana bunday deysiz. Bu yerga xohlagan nomingizni yozib qo'yavering, xohlagan. Lekin mana bu yerga mana bunday buni kichkina harf bilan yozsangiz ham bo'ladi. Men katta harf bilan yozdim. craft.ru deymiz. Ru degandan keyin esa mana shu yerni siznikida o'xshasa mana bu yerni 6 qilsangiz Bedwars bo'ladi. Shuning uchun men 2 deb qo'yaveraman. O'zlaringiz bilib olasizlar. Keyin mana shunday bo'lib chiqadi. Va serverga bosasizlar. Serverda sizlarnikida internetlaring yaxshi ishlasa mayli, lekin register degan yerga xohlagan narsalaringizni yozishingiz mumkin, lekin loginga mana bunday deb yozasiz. O'zingizni ismingizni men mana shunday deb nom qo'ydim. Mana shunday bo'ladi va serverda siz kirdingiz. Mana artefakt. Rosa ham mayli, unda siz endi bildingiz kirishni, lekin obuna va like bo'lishni unutmang. Rostdan obuna va like bo'ling. Unda xayr.